Assalomu alaykum, tuzumchilar charchamayapsizlarmi, bo'ptimi? Xullas, yana shu Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahridagi 3-sonli maktabning ro'parasidan yana murojaat kelib tushdi. Bu insonlarga tushunmayapman, nima bo'lyapti? Bir marta tozalandi, 2 marta tozalanadi. O'rganib olish kerak emas bu narsaga. Videoni ko'ringlar. Hurmatli mutasaddi xodimlar, iltimos endi shuni hal qilishga yordam beringlar. Bu nima endi bu? Uyi terisini, afatlarini tashab ketdi. Tashab ketganmi? Qo'y so'yganmi? Qani bu? Hurmatli fuqarolar, sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lar edim. To'g'ri kelgan, belgilanmagan joylarga chiqindi tashab ketmanglar. U tabiatga, atrof muhitga, inson salomatligiga juda ham katta ta'sir qiladi. Bundan har xil kasalliklar, infeksiya, yomonliklar chiqadi. Atrof muhitga befarq bo'lmanglar. Tabiatni asrash uchun birlashaylik. Tabiat barchamizniki. Bu qilayotgan murojaatlarimiz tez kunda tegishli tartibda, mutasaddi xodimlar tomonidan tegishli tartibda chora ko'riladigan umiddamiz. Mutasaddi xodimlar, iltimos sizlardan shu holat bo'yicha yordam beringlar.